Akalar, yana bir tomi ochilib ketgan Malibu 2.4 sotib oldik. Ko'rishinglar mumkin. Oldi murdasi udari bor, kapot kirli fara bamperga udar bo'lgan. Tom holatlarini qaranglar akalar, g'ijim qilib tashagan. Tom mashitdan bo'lsa, mashitgacha g'ijim bo'lgan, lyukda oldi qismi singan, ya'ni panoramani oldi qismi singan, orqasi butun va bu yoqlarini ham sindirib olgan. Ikkita eshigi butun turibdi. Orqa kurulusi, orqa bagajda kichkina udari bor, oldi orqasi primer qilingan. Vashshi chiroyli mashina ekan. Bu bir yonlari butun turibdi. Motor korobkalariga udar yetib bormagan. 2018-yil 2.4 Malibu 2 va biz ushbu mashinani shu holatda sotib olganmiz. Salon holatini ko'ramiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Lamborghini ruliga o'xshab qolgan, atak Chevrolet rul. Airbaglar otgan, salon holatlari ideal. Xullas, akalar ko'rdinglar, bu Malibu 2 ni mana shu holatda sotib olganmiz. Bilasizlar, biz shunaqa avariyli mashinalarni butun O'zbekiston bo'ylab, ya'ni vodiy voha bo'ylab borib sotib olamiz. Bemalol murojaat qilinglar, pachoq mashinalar bo'lsa, eng baland narxda olib qolishga harakat qilamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Va bizga pachoq mashina topib bersanglar, $100 dan $200 gacha suyunchi puli beramiz. Malibumizga o'zingizlar kommentariyada izohlab qoldiringlar. Tom holati, oldi murda holati juda qattiq urilgan.